Mashinaning o'g'il bolasi o'zi shu-da. Hammaga assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, Toyota 4Runner benzinligi sotuvga yetib keldi. Bu 26 model bo'ladi. 4Runner o'zi ishlab chiqarish boshlangandan beri faqat Amerika Qo'shma Shtatlarining bozoriga ishlab chiqariladi. Latin Amerika, yon atroflariga, mana Osiyoga bu kamdan kam keladi. Faqat zakaz asosida. Mana oldinlarni ham ko'rsatib o'tib ketasizman, ammo farlar Tacomaga o'xshab ketadi. Tacoma bilan oldi bir xil. Oldida radar, ya'ni Toyota radar 360 gradus kamera va shirshotkalar yoqadi. Keyin motor haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketamiz. Bu qadrdonlar Air Force 2.4 turbo motor bo'ladi, i4 bo'ladi, VVT-i motor bo'ladi, 278 ot kuchiga ega, 430 Nm bo'ladi, 8 pog'onali avtomat korobka bo'ladi. Ichiga ham o'tirib oldi, Alloh hammaliga yetkazsa, haqiqiy shahar ichida, shahar tashqarisiga haydaladigan mashinalardan biri. Bu mondi mashinalar bo'ladi, Amerikani ham o'zida mazza qilib haydaydi hamma. Yosh qari haydaydiganidan. Multi-rul, rulda ham adaptivniy kurs kontrol hammasi bor, o'rtoqlar. JBL akustika, katta JBL monitorlarda turibdi. Har doimgidek mana shu fishkasi JBL akustika, ya'ni JBL kolonkalar chiqadi, start stopda, orqa oldi tortadi, valla blok bo'ladi. Sidenalarimizda Abduf abagrev, keyin rullarimizda ham abagrev bor, sidena pamit. O'rtoqlar, haqiqiy молодежный ham yosh tanlamaydigan mashinalardan biri bo'ladi. Tepada yuklargacha bor. 4Runner o'zi bu ommabop mashinalardan biri. Amerika Qo'shma Shtatlarida yosh qari buni haydaydi. Haqiqiy modniy mashinalardan biri-da bu. Ya'ni modniy jiplardan biri. Tepa akoshkalari ham oldinroq ko'rsatgan edim. Men gibridlarda chiqib tushadi. 7 o'rindiqli. Agar orqasidan ham tushirsa, 350 litr atrofida bagaj hajmi chiqadi. Keyin buni ko'pchiligi buksirovkasi qiziq. Buksirovka qadrdonlar 3 tonnaga yaqin buksirovka qiladi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bizda hamma komplektatsiyasi bor, gibridlargacha bor. Mana shu videoning tagida bojxona, yo'l kira yozib qo'yaman.